O'zbekistonda astronavtika xalqaro kongressi IAC o'tkaziladi. Kosmos sohasidagi eng yirik xalqaro forum birinchi marta Markaziy Osiyo hududida tashkil qilinadi. 2028-yilgi anjumanni Samarqandda o'tkazish huquqiga erishish uchun O'zbekistondan tashqari Hindiston va Bahrayn ham harakat qilgandi. Ekspertlar fikricha, mintaqa mamlakatlaridan biri tanlanishi bejiz emas. Bu qator sohadagi keng ko'lamli islohotlarning ahamiyati tan olinishi deyish mumkin. Kosmik tadqiqotlar va texnologiyalar agentligi direktori o'rinbosari Muhiddin Ibragimovning aytishicha, so'nggi yillarda ustuvor yo'nalishlarni belgilab beruvchi qator strategik hujjatlar qabul qilindi. Ular qatorida kosmik tadqiqotlar va texnologiyalar, yerdagi kosmik infratuzilma, xalqaro hamkorlikni mustahkamlash bilan bog'liq qonunchilik baza shakllandi. Kongressda turli davlatlardan 10 ming nafardan ziyod odam qatnashishi rejalashtirilgan. Keng ko'lamli ko'rgazma tashkil qilinadi. Unda kosmik sohaning eng yangi yutuqlari namoyish etiladi.